Assalomu alaykum madonnalarim. Bugun achchiqni xush ko'ruvchilar uchun mazali va sochli qalampir somsa tayyorlaymiz. Bu somsani tatib ko'rmaganlar uchun albatta bir marta bo'lsa ham tayyorlab ko'rishlarini tavsiya qilaman. Avvalambor achchiqni dungan qalampirlarimizni videoda ko'rsatilgandek qilib ichlarini tozalab olamiz. Qiymasi uchun piyozni choperda maydalab, ziravorlar qo'shib yaxshilab aralashtiramiz va qalampirlarimiz orasiga qiymani videoda ko'rsatilgandek holatda solib chiqamiz. Endi esa taomimiz ham mazali ham tez tayyor bo'lishi uchun mayli xamirlarini o'rtacha qalinlikda yoyib olamiz. Bundan tashqari boshqa somsa turlarida ham mayli xamirlari eng ishonchli variant bo'la oladi. Yoyilgan xamirlarimizni maxsus gulli pichoq yordamida kesib, dungan qalampirlarimiz atrofiga o'rab chiqamiz. Qizil ko'ylagim sen uchun emas, uzun sochlarim sen uchun emas, yozgan she'rlaring Yoqimli hidlari bilan o'ziga maftun qila oladigan mazali qalampir somsalarimiz ham tayyor bo'ldi. Albatta shu retsept asosida tayyorlab ko'ring va yaqinlaringizga